Siz soatlab telefon va kompyuterda o'tirganingizda, narkomanlarda, qimorbozlarda va ichkilikka ruju qo'yadigan insonlarning miyasida chiqadigan suyuqlik sizda ham chiqadi. Bu tobelik dopamini aynan azart hisobiga vujudga keladi. Bu suyuqlik natijasida esa sizda diqqat buziladi. Toqatsizlik, giperaktivlik, hattoki xotirangizni susayishiga ta'sir ko'rsatadi. Qarabsizki, siz nemofobiya kasalligiga chalinasiz, ya'ni gadjetlarsiz qolib ketish qo'rquviga. Bu kasallikka 71% ayollar, 60% erkaklar chalingan. Xo'p, bunga qanday yechim bor? Yechim oddiy. Har 30 daqiqada gadjetlardan tanaffus olasiz. Bu vaqtda umuman boshqa ish bilan shug'ullanasiz. Do'stlaringiz bilan suhbatlashish, ochiq havoga chiqib dam olish, nafas olish yoki o'tirib bemalol kofe ichish mumkin. Buni o'zingizda tarbiyalash uchun eslatma beradigan ilovalardan foydalanishingiz mumkin. Ushbu videoni soatlab kompyuter yoki telefon oldida o'tiradigan digital soha vakillariga jo'natib qo'ying. Shoshmang, bundan oldin sahifamga obuna bo'ling.